Madinaga keladigan ziyoratchilarimizni, ya'ni Alloh mehmonlarini juda qulay bo'lgan mehmonxonaga joylaymiz. Uning nomi Al Madina Golden degan shundoqqina Ravzani yonida mehmonxonamiz. Masjid Nabaviygacha 50 metrni tashkil etadi. Hozir birgalikda ichidagi sharoitlarni sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Ketdim. وحسن الربيع وسماء المطر Xonamizni sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Bismillah. Manzarasini qaranglar. Mashalloh, boshqacha. Zubayr aka ota-onani olib keladi. Shunda shu yoqqa joylashtirib, shunda pardani ochib qo'yib oynaga qaragan tomonni manzarani ko'rib, 5 mahal namozga tushib chiqib duolarni olib boshqacha bo'lsa kerak, aka.